Abdingo. Bormi? Savlatingiz osibdi. Assalomu alaykum, amanimizga ko'radiganlar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Tanjoninglar, Xudoga shukrman. Va nihoyat xayrlashma 2-soniga start berdik. Bugungi mehmonimiz hozirgi paytda pikda ketyaptilar. Komandalari bilan birga seriallarni ham ko'rdinglar. Mashtaqa qilib tashlashdi, yomon olib chiqib berdilar. Xullas, Vayner SSR paytdan beri polniy blogerskiy atmosferadalar. Abdurahim Halilov. Ustalitim yaxshimi ukam? Otaymi? Otib ko'raymi? Otib haydov. Sizning oilangizga tez zo'r ideya bor. farzandlar nasib qilishini tilab qolaman. Bizdan kilas qo'moqchimisan. Kiraysan, menga qara, o. Shunda bo'ynini ushlab. Qo'lim! Demadim. Olib, yelkamga qarab Assalomu alaykum. Suv olib ketdingmi? Pikda ketyapti komanda bilan birga. Suv olib ketdi. Tarakanni zo'r o'xshatib berdingiz-ku, to'g'rimi? Rahmat. Abu chaqirdi hozir. Bilmayman nimaga chaqirdi. Haterlashmadi. Men ustimdan hate qilasanmi yoki nima qilasan? Hozirgi paytda в общем bilsangiz haterlar bor. Misol uchun kommentariyaga hate yozishadi, lekin shunga so'rab olaman, nima deyapsan, nomeringni berib ko'rishamiz desa, yo'q bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'shalar nomidan kommentariyaga baribir siz yozishsa o'qimaysiz-ku, to'g'rimi? Unga ahamiyat bermaysiz. O'shaning uchun biz sizga mana shu haterlarning orqasidan siz yuzma-yuz turib sizga aytamiz shular. Bo'l, haterlarni o'qib berasan-ku, o'shalarni niki bilan qo'ygin-da, montajda hamma bundan chiqarib bergin. Hammasi. Nima qo'rqasan? Yo'q, qo'ymayman. Faqat klavishda ular. Xo'p, ketdim aka. Boshladik. Xullas, so'kish mumkin-a? Ha, bemalol. Bo'l, so'kaveraman. Xullas, haterlashma YouTube 20 ta komment Abdingo akaga berilgan. Mana hamma narsasi yozilgan, ssenariylar bor. Undan oldin bilasizlar, birinchi sonida ham biza har doimgidek rozilik xati birinchi soni kim chiqdi? Timur Normatov. Endi siz o'qib bering. O'qib bering, najdishtimi? Rozilik xati. Men Abduhalil tayyorlaganingni qara. Men Abduhalilov Abdurahim haterlashma ko'rsatuvida menga aytiladigan hate kommentlarni hammasiga chestna javob berishga roziman va ko'chada kimdir ko'rsatuv haqida so'rasa, haqqisa qilib qo'yibsan. Haqida. Bunaqa ideal ko'rsatuvda bo'lmadim deyishga, bo'lmabdi, o'xshamabdi, yedirolmabdi demaslikka va ko'rsatuvdan so'ng esa Abuni chetga olib chiqib urmaslikka, ko'rsatuvdan rozi emasman demaslikka, shaxsan o'zim mujikchasiga va'da beraman. Bularni hammasini o'zimning qo'llarim bilan yozdim. Sana imzo qo'yasiz, mana sana bugun necha? Bugun 8-mart bugun. 8 bugun. Hamma rasvot qilgan. 08 03 26. 2026. Sana mana o'ylab ko'ringmikin qo'l qo'yishdan. Ya, aka qo'ying, mana mana bitta qo'ysangiz. Abdingo. Oy, boylarni qo'limi? Inshaalloh. Boy bo'lib ketadi. Endi shuni o'rganganman. Endi nima qo'yaman? Mana jiyanim o'xshatgan. O'z jiyaningiz. Xullas, rozilik xatini oldi, endi bemalol savollarga javob olsa ham bo'ladi. Bosdi. Tayyormisiz aka? Tayyorman. Birinchisi Abdingo X qilib qo'yishganni, sotdi holada bitishga qilib qo'yishgan. Nima deysiz aka bunga? Tan olaman, sotdi rolini o'ynaganman. Dilimin komandasida bo'lganman-ku, bilasanmi? O'shani Dilimin komandasida oxirgi videoyim o'sha bo'lgan. O'shandan keyin chiqib ketganman. O'xshmaganmiz, prosta sahifga o'tganman. Nimaga chiqib ketgandi lekin? O'sha sotdini o'ynaganim uchun. O'ynamayman, majbur qilishgan. Sen o'yna olasan deb. O'shandan keyin shunaqa rollarni aytib o'tib keting. Shunaqa ayol kishilarni sotdidagi rollarni o'ynaganlarim oxirgisi o'sha bo'lgan. Misol uchun pochka beraman deysiz, o'ynayver deysiz. Endi bilmayman. Ikkita pochka beraman. Qarasam rostdan hate bo'lib ketyapti-da. O'ynadimmi sotdilarni? O'sha odamlar menga boshqacha qarash, nazarda qarashni boshladi. O'shandan keyin stop qo'yganman. Shota endi aktyorman deb o'ynavergan ekanman-da, mana. Endi ochib ham o'ylashim kerak. O'sha ochib olgan ekansiz, aktorskiy. Bo'sh qo'yib yuborgan ekanman o'zim. Xo'p, yoshingizga yarasha ish qiling deysiz. Taka nima deysiz bunga? Xo'p bo'ladi nima? Masalan, qiz o'sha 30 ga qarab ketyapman, onasini ham. Yoshga qarab ish qilish kerak. To'g'ri, men hate emas bu men uchun. Bachkana videoyingizga like bosmayman deb yoshibdi. Bosmasin, o'tib ketsin. O'tib ketaversin. Nechta bachkana bor? O'tib ketaversin. Tashqari, ha? Siz bachkana deb hisoblaysizmi sizlar o'zingizning kontentingni?
Hozir odamlarga bachkanali yo'q edi. Shuning uchun bir xil videolarimiz balki bachkana chiqishi mumkin. Hammaga ham yoqishimiz shart emas, hammaga ham yoqavermaymiz. To'g'rimi? Bitta kabi inshaalloh bani uylab olmaysiz? Yo'q. Men ko'ra. Keyingi savol. Bittada. Xo'p, 4-si. Sanlarning videolaring 2 yoshli jiyanim ham kulmaydi. Jiyanim ham kulmaydi deyapti. Kulishni bilalarmi o'zi? 2 yoshli jiyani. Yoshli jiyaningiz bizani qayerdan biladi? Oka? Opa. Telefon bermang bolaga, telefon bermang. 5 yoshdan keyin berasiz. Nega? Bizani ko'rib onga zaharlanadi. Bizani videolarni ko'rib har xil videolar bor. Ko'rsining. O'zingiz ko'rsangiz ko'ring. Yaptim. Я просто на всякий случай. Aka, mana. Hozir kadr to'xtatishdi, mikrofonimni almashtirib qo'yishdi. Yo, turaveradi. Anaqa Uzilmaydi. Mashina o'zi o'qiyman, o'qiyman. Musulmon odamga dayus degan bir tushuncha bo'lishi kerak. Albatta, musulmon odam qaysi kompyuterga yozishgan? Moshada o'tirib olgansiz-da, mana shu narsani olgansiz. Ayolni ko'rsatganman. Yo'q, ayolingiz ko'rsatmagansiz. Bormi unaqa yozib bunda? Hech kim ko'rsatmaganman-ku, voy. Dayusdi. O'g'lingiz necha yoshli aka? O'g'lim 7 yoshli. Usmon bilan? 7 oylik. 7 oylik. Usmon. Yuryaptilar-ya, adashmasam. Usmon zodalarni, ha? Yuryaptilar-ya. Bog'chada hozir. Keyingi oy maktabga olishim kerak. Ha, bo'ldi. Jasur Umirovning o'zi market variantini yozishdi. Manmi? Jasur Umirov o'zim market, balki Temu variant, balki Valber sochilgan biz reklama. Ketdi. Xo'p. Keyingisi. Aka siz blogermi deysiz yoshdi. Yo'q. Men Mardikorman demadingiz. Men xalq xizmatidagi insonman. Sizlarni kuldirish uchun biz video olamiz. Bilmayman kim deb hisoblasanglar, blogermi, aktyormi yoki bachkanami, lekin dayus emas. Siz o'zi kimni hisoblaysiz o'zingizni? Inson, karyerangiz tomonlama. Karyeram tomonlama men o'zi video ishlamasdim o'zim sahifamga, bilasan. Oldindan hech kim o'zimni profilimga ishlamasdim. Boshqa blogerlarga tushib berardim. Men o'zimni aktyor deb his qilardim, hisoblardim. Boshqa blogerlarga pulimni olib, o'shalarga videoga tushib beraverardim. Qarasam o'zimga ishlashga выгодныйroq ekanda, ko'proq pul kelar ekan. Shuning uchun o'zimga ishlashga qaror qildim. Hozirgi kunda o'zim sahifamni yurityapman. Yo'q, yoryaptilar lekin. Endi blogerman desam ham bo'ladi. Postingiz nechta pul? Men bilaman, aytavering. Posto 800 ming deymiz, 800 qilib beramiz. Garantiyasi bormi? Eng arzon manman o'z blogerlar ichida. Yo'q, garantiya bermaymiz, hech kim bermaydi. Faqat Habib. Uzr. Habibga o'xshaydi. Habib qiladi-ku. Bugundan boshlovchi almashdi. Bu ko'rsatuvdingiz. Siz keling, mana o'tiring. Uzr so'rayman, texnik ammo yoshingizga yarasha ish qilgin degani yoshibdi, o'shani ikkita yozaverdim. Xo'p, 9-si. 2010-yillik jiyanim bor, tashlashib qo'yasanmi deyapti. Davay, olib keling. 2010-yilmi? 16 yosh. 16 yosh. Voyaga ham yetmagan. Pasporti olgan lekin. Davay urishaveramiz. 10-si. Masxarabozlik qilib pul topolsanlar-da endi deyapti. Zato pul topamiz. To'g'ri, bola boqishyapti. Oila boqyapmiz. Pampers sotilmaydi. Yomon ish qilmaymiz, o'g'irlik qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Oila boqyapmiz. Bolamizdan pampersini olib kelyapmiz. Nima edi? Aladdinni bor. Reklama Tomiko Pampers. Tomiko Pampersdan olsanglar, yo'q, Ahror akam bir kunligini oldi-yu. Полный reklama Tomiko, Benji's, Yes Coffee. Ana sadda detayling, ana broni plyonka oldi. Hayoti reklama uni. Hayoti yurish turishi. Ana shu iftorliklarga hozir kutib turibmiz, kim chaqiryapti har kuni. Ertangi bor, ertangi. Thompsonni ham reklama qilib berdik. Hammasini reklama. Lekin pul ham olmaydi. Savobga ishlaydi axir. Nima qilsam hayotimdan chiqib ketasiz. Nima qilsangiz, profilimga kirsangiz-chi, yerda 3 ta nuqta turibdi-da, o'sha kirib turib, zablokировать yoki неинтереснani bosib yuborsangiz, o'shan sizni hayotingizdan chiqib ketgan bo'laman. Bo'ldi, umuman ko'rmaydi. Umuman ko'rmayman, mana sizni ko'rmayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p, 12-si. Savlatingiz vafotda-da aka. Faqat o'g'irlalaring, meni qurtlab ketgan, o'zlaringiz yaqinlaring hadeb o'g'irlavermasdan yoshdi. Bu uyunka bilan olganingizda. Pistoletim qani? Pistoletim qani? Men pistoletim ber, otaman hozir. Men jonimga tegib ketdi. Xo'p, bunga tushuncha berib ketamiz-a. To'g'ri, o'g'irlaymiz-a.
chet eldan o'g'irlaymiz, o'zimiznikidan emas. Masalan, chet elda Rossiya yoki Amerika, Qozog'istonlarda ishladi. Sizlar o'zbekcha sizlar tushunsanglar, ruscha tushunasizlar, qozog'cha tushunasizlar, lekin O'zbekistonda ruschalar tushunmaydiganlar bor. O'shani biz o'zbekchasiga ko'chiryapmiz-da, sizlarga taqdim qilyapmiz. Bu o'g'irlash emas, ijod bo'ladi-da. O'g'irlash emas, bu shunaqa bo'ladi. Ijod bo'ladi. Aka, u ruschani ham yoki qozog'chani ham o'zbekchasiga o'girish ham bir ijod-ku, to'g'rimi? Albatta, buni ijod hosiladi. Mashaqqat turibdi. Uni ham baribir просто tak olib qolmaydi. Biz ijod qilamiz, u yerda kamera qo'yamiz, rasxod qilamiz, aktyor yo'llaymiz. Gapirib turing aka. Unaqa qilamiz, shunaqa qilamiz, unaqa qilamiz. Xatga? Hozir. Xullas, reklama ketdi. Bizda lirik chekinish. Yo'q, lirik chekinish emas. Qistab qoldimi? Yo'q. Faces ko'rinsin. Nike bilan ishlayapsan. Faces ko'rinsin. Bosh xomiy Nike. Xullas kiyimlari. Ko'ryaptilar Abdiki? Men ham ko'ryapman. Xullas, agar sizlarga sifatli Nike oyoq kiyimlari kerak bo'lsa, Crossman'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana Abdi kelgan xudo xolasa beramiz. Ha? Menga. Ha? Mana. Voy, reklama qilib beraman. Bo'l, qilib berasizmi? Kelishuvdik-ku. Pulni bersin, bo'y narsani qiladiman degan, qilasanlar degan narsa yo'qmi? Komment. Yo'q. Hop, ko'ramiz. Qilamiz. Hop, mana. Hop, mana Crossman korobka dokumentlari bor. Korobka dokumentlari bor. Originalni to'rsini. Lux kopiya. Lux. Bir. Uxti такой. Bahoriy, Krupni, bahorga aka, piyatkalar bilan kiysangiz bemalol. Chiroyli ekan lekin. Qalam tuyan anaqasidan kiysangiz ham terlatmaydi. Askiz buni. Kiyib ko'ribsan-a? Qo'l qo'yib beraman. Ishga bering. Bo'ldi. Qo'ying. Qo'yavering. Mana, rahmat. Qo'ymadilar. Sotiladigan narsa. Hech bir narxi 300 ming so'm, menimcha narxiga arziydi. Korobka dokumentlari bor. O'zim yetkazib beraman. Dastavkalari tekin O'zbekiston bo'ylab. Da? 300 mingga arziydi aka. To'g'rimi? Gap yo'q lekin. Xo'p. 300 ming so'm. Zo'r narx. Xo'p, Abdika yesicho mana omadli insonga Abdika qo'l qo'yib berarlar Mamutga. Yesicho mashhur qo'rma mani, ha? Shunaqasi aka. Mana, yesicho qo'ydilar. Balki siz omadli insonga, balki razmer 41 li insonga mana Abdikaning qo'li qo'yilgan korobka beriladi. Bahorga kiyishga zo'r ekan lekin. Reklama qilib pulni berasan, chiqib ketayotgan. Bo'ladi. Opam qo'ydilar aka. Ol. Hozir. Nomi yo'q agentstva bo'lajak biznesmenlarga va ishini yurg'izmoqchi bo'lganlarga Instagram tomonlama SMM zapus xizmatlarini ko'rsatib beramiz. Mana ko'rayotganingdek price listlari bor, hamma narsasi bor. 3 ta tarifimiz bor. Bronza, silver, ikend, gold bor. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Ishoninglar, bitta qiziqib ko'ringlar, bunaqa narx hech qayerda topa olmaysizlar, bunaqa sifatga. O'sha. Yani nimalaring bor? Olib chiqib men o'tirib beraman. Bu mahsulotlarga reklama qilib o'tir. Bo'ldi. Yo, rostdan murojaat qilinglar. Agarda o'zingizlarni biznesinglarni rivojlantirmoqchi bo'lsanglar, nomi yo'q agencyga murojaat qilsanglar, mana bu rahbar rivojlantirib beradi, yordam beradi sizlarga. Rostdan narxi arzon ko'rib chiqdim, priceini ko'rib chiqdim, arzon. Bu ham o'qib chiqdi ancha joylarda. $1000 yo'q ekan. $1000 2-3 ta kurslarda o'qib chiqdi. Murojaat qilinglar. Bo'ldi aka. Ket o'tir. Xullas, let's go. Reklama tugadi. Rahmat, shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bosh xomiy 13-si. Basharangizni ko'rsam qusgim keladi yoshdan. Suvaring. Onasini ham siz qusib keling. Men nima deb? Men shunaqa yaratilganman. 3 ta tugmani ana takrorlaymiz. Ha, shunda profilga qo'yib gapirib o'tirmayman. Shuni zapis qilib qo'yib profilimga kirsangiz-chi, 3 ta nuqta turibdi-da, o'sha kirib turib zablokировать yoki неинтереснani bosib olsangiz, o'shani sizni hayotingizdan chiqib ketgan bo'ladi. Qo'yib oldim. Xo'p. Bir ikkisim topib kibrli bo'lmalar endi yoshda aka. Nima deysiz? Kibrli emasmiz, lekin ko'p ham topmaymiz kibrlanib ketish uchun, unaqa topmaymiz. Me'yorda qorin to'yganicha topamiz bu. Tarbiyasizlar, sanlarni videolaring bolalarimga qattiq ta'sir qilyapti. Bili. Nima ta'sir qilyaptimi? Nima o'g'irlik qilyaptimi chiqib? Kimdir nimadir qilyaptimi, urishyaptimi ko'chada? Qanaqa ta'sir qilyapti? Ayting menga. Ha? Qayerda o'rganyapsiz aktyorskiyni? Aktyorskiyga o'qiganman. Qara. O'sha qayerda kollejda? Ha, kollejda. Men Vali, Dili, Ahror, Valika, Javo, Valini et bo'ldim. Mana shu hammamiz o'qiganmiz, lekin bitta aktyor chiqqanman, o'yladi aktyorskiga. Bitta anaqada o'qigansiz sinfda, ya'ni? Yo'q. Alohida.
Men aktyorlikda o'qiganman. Dili aktyorlikda o'qigan, Javohir Rasulov aktyorlikda o'qigan, Saxiyev aka Qo'g'irchada o'qigan. Qo'g'ircha Ahror aka. Ahror vokalda o'qigan, bilmayman bizda nima qilib yuribdi. U ashulachi o'zi, tegi. Ashulachi. Bizda nima qilib yuribdi bilmayman. Parallel bo'lgansizlar-da, shunda to'g'rimi? Parallel bo'lganmiz. Biz aktyorlik fakultetida o'g'il bolalar ko'p bo'lgani uchun boshqa fakultetdagi bolalar ham biz bilan yurardi. Shunaqa qilib o'rtoq bo'lib ketganmiz. Siz Dilika, Java aka bitta anaqada bo'lgansizlar. Qur'onni sinfda. Qo'yalib qarang. Komandani nomini Xezaraklar deb qo'yilar edi. O'ylab ko'rganmiz. O'ylab ko'rganmiz. Yoqmagan. Keyin Saxiyev jamoasida qo'yib yuborganmiz. Nega o'ylab ko'rgansizlar? Rostdan shunaqami? Xeyterlar yoqadi deb. Xezaraklar. Aka Tarakan, ozgina to'xtalaylik. Zo'r effekt berdi-ya sal Tarakani. Yo, yaxshi bermadi biz. Yaxshi berdi biz uchun. Endi biza labizda nima edi? Labingda bo'ling. Yo'q, labizda nima edi? Termi. Bunaqa qilish yaxshi ko'raman-da. Bunaqa qilib yeyish yaxshi ko'raman. Yemayman, tufloraman, ko'chirishni. Tarakan effekt berdi. Bunaqa Insta serial birinchi marta olishimiz, professionalniy yondashuv qilib birinchi marta natija bizga yoqdi. Obunachilarga ham kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi. Hammaga ham yoqish shart emas. Bizani o'zimizni o'ylashimiz bo'yicha zo'r chiqdi. Men ham o'zim ham rolim boshqa roldagi emasdi. Boshqacha obraz tanlaganman, o'zim yaratganman. O'zimga ham yoqdi, ko'pchilik ham gapirdi. Boshqacha o'ynabsan, yaxshi o'ynabsan, aktyorskiy ochilibdi yanada deb. O'zi bor edi aktyorskiy. Sal bermayapti. Pulli tom. Men general ko'proq berishdi, shuning uchun aktyorskiyga chiqardim. Agarda sizlar ham ko'proq pul bersanglar, men ham aktyorskiyda zo'r qilib beraman, o'ynab beraman. Aka, necha pul olib keldi Tarakan seriali? Biz bir tiyin dohod qilganimiz yo'q. Tarakan serialiga bitta ham reklama qo'yganimiz yo'q. Bitta joyida Maxitoni o'tkazib yuborganmiz-ku. O'shani hamma reklama Maxitoni reklamasi ekan deb o'ylashdi. Biz bir tiyin olganimiz yo'q Maxitodan. Prosta biz ular bilan oldin ishlaganmiz. Xolodilnik ochganda, alpomish ochganda ichida qanaqadir suvlar turish kerak bo'lganda, endi boshqalarni qo'ymaymiz-ku, o'zimizdan oldindan ishlab yurganimizdan qo'yib yuboraylik, hatto tekinga bo'lsa ham deb Maxito taxlab qo'ygan edik. O'sha yerda chirsam ko'rinib qolgan. Chirsdan ham bir tiyin olmaganmiz, ular bilan ishlamaganmiz ham, prosta ko'rinib qolgan. Postliga 6000 avval ekan. Tuxumni yoshdi aka. Nima? Tuxumni yoshdi. Tuxum ko'rinib qolibdimi? Tuxum ko'rinib qoldi. Hatto tuxum olib kelgan bo'lsam ko'rinib qolgan. Kalla deb yozishganmi? Tuxum oddiy. Tuxumni o'zi. Tuxum qo'yib. Kallam o'xshab tushgandir tuxumga. O'xshaydimi? Yo'q, yaxshi imomli, insofli bolaga o'xshaydi. Nima? Bilmasam men. Meni kommentariyalarımdan bo'lsa, siz chiqqan videolarni kommentariyasidan-da. Tuxum. Eski videolar bor. Chaqilgan tuxummi yo anaqa? Qanaqa qo'raylar? Yozib olinglar. Bisniyni kiritib ketaylik. Murtazo akani, Vali akani, Ahror akani yomon taraflari. Yomon tarafi? Hammasi yomon o'zi. Yo'q, men bilaman deman. Uzr Vali aka va Ahror aka va seriozlashgan. Nima yomon tarafi? Xislatimi, nimasi? Xarakterimi, odatimi? Xarakter, odat, xislat bitta-ku. Kimdan boshlayman? Murtazo akadan. Murtazo. Unda ko'p gapiradi, shu qulomiyani yevoradi-da. Shu ozgina yaxshi gapirib qo'ysang bo'ldi, sen bilan Wing qilib turadi, qulog'ing oldida. Toshkentlu biza. To'zoman, valla. Taxro. Navoiydan. Navoiydan. Zato BM'lari bor aka. Voy, uylarni kirsam Li9, BYD, Trek, planlarni qilib olishdi, joylar qilib olishdi. Yaxshi. Ishligi yaxshi hozir. Siz Sparkis bor, krossovka bor. Spark o'zimniki emas. Ayolingizlar aka. Xotinimga haydab yuraman onasini emas. Nima mashina olasiz? BYD dedi. Ne meni chaqirmaysiz? Yaxshi kunlar tug'ilgan kuzni chaqirmadingiz. Chaqirmadim. Birinchi bo'lib tabrikladim va menimcha aka. Chaqirmadim. Mana chig'ato'y qo'yib berardim. 1,5-2 mingta odam storiesini ko'radi. Hozir o'ldim deganda aka. Hozir chiqib tug'ilgan kun qilib beramiz. Energetika olib beraman. Yo, nega chaqirmadingiz aka? Har chujoy ko'rasizmi? Degani ko'rasiz. Yo'q, o'zi spontandan nimaligini bilasanmi? Yo'q. To'satdan bo'lib ketib qoldi-da. Shuning uchun hamma jigarlarimni chaqirishga uspet qilmay qoldim. Kechir, abu. Kechir, keyingi yil qilib beraman tug'ilgan kunimda. Assalomu bor bo'lsa. Tug'ilgan kunimga ham kelmadingiz aka? Tug'ilgan ayvachim qani mana? Mana.
Yo'q, ayvach olib bermadinglar-ku. Men olib beraman deganman senga. Vali aka olib beraman degandi. Vali akadan so'raysan. Ha? Gul bilan kelaman deganingiz. Qanaqa qilgan kuni? O'tib ketib bo'ldi aka. Bo'l, keyin kel endi. Keyin Chaqirmading o'zingni. Bu yil aka. Chaqirmading-ku. Voy to'g'ri yakunida chaqirmayman. O'tirish qilmadim-ku. Mana shuning uchun chaqirmay, kevurish kerak ichiga to'yga qanaqa qilib chaqirmasan? Qanaqa qilib borardim? Men qanaqa qilib bormasan tug'ilgan kun. Yo'q, men chaqirardim-da. O'tirish bo'lganda kechki payt 12 da chaqirdim-ku. Chaqirmasding. Chaqirdim-ku. 3 marta aytdi, ha, bo'ldi kelamiz Menga deysiz. chaqirmading. Men eshitmadim. Qo'yib yuboramiz shu sahifaga bir kunlik hayotlarni. Chaqirma. Qo'ymaylik. Qo'ymaylik. Ahror sizdan kuchliroq deb yoshitdi. Ahror mendan kuchliroq qaysi ma'noda? Birga bir chiqqanmiz, men yutganman lekin. Ahror postda. Ijod taraflamachi. Ijod taraflama, подписчик taraflama u katta mendan. Mashinada mol-mulk taraflama katta. Lekin birga bir chiqqanimizda men olib qo'yganman, jigariga urganman. Bitta urgan bo'ldi-da, men yutganman. Nozujo, agarda ko'chada urushib ketmoqchi bo'lsalar, Jigariga urmay. mana shunday kesilganda mashitlarga urasizlar. Shu o'ng taraflariga bitta sekin tepib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlar yutasizlar. Hindistonga keyin borib keladi. Hindistonga bir aylanib keladi. Men Yunkapani bir kunlik hayotlarini olmoqchiman-da. O'shanga siz taninglar-ku, sizni. Men tanimayman. Taninglar. Yunka bir kunlikni olaylik. Olsa, senga yozgan o'qimayapti, bitta aytib bering, iltimos aka. Maylimi? Yomon ko'p foydalarim mana. Ha, juda. Yomon ko'ryapsiz. Ertaga serial olaman, hali bor. Bo'l, tushundim. Yetib keldi. Qashda ishlatording limit. Xullas, mana Yunkapa, mana biza syomka qilyapmiz. Sizga yozdim, video ham tashladim, direktga qarang. Ko'rmadingiz. Xullas, Abdingo akani gaplari bor ekan. Yunka chiqib bergan mashinaga iltimos, men seni iltimos qilaman. Xeytrlash degan. Yo'q, bir kunlik. Ha. Bir kunlik 24 soat. Ana bir kunlik chiqib bergan, hayotingni bir kunlik 24 soat sen bilan men yuradi. Men senga topshiraman. Bir kunlik hayotingni ko'rsatib berasan mana shu bilan. Mashinangni olib yur, boshini olding-ku. Bo'ldi, Poliklari pishdi. Ha, poliklari, podnomerlari pishdi, bunday o'zi bo'ldi. Roza tuttiryapsiz, shularni haqqi hurmat ayting. Shuni hozir tutmayapti. Ayrim sabablar bor. Ammo tiqib bergan Yunka mana men yaxshi bolaman, mana shu bolalar hamma shu yerda turadi. professional ishlayapti. Mana kameralarda olamiz Yunkapa. Unaqa 14 Pro Max, 16 Pro Max olmaymiz. Uncha Bo'l. uncha joylarga kelmayman men ham Yunka. Bo'l. Rahmat, joyingizni kutaman. Bir minut bo'lib qoldi-da. Kesib tashlagan ko'p joylar. Nega? Ya, turaversan, voy shunisi bilan birga. Oxirisi 20-chisi yonimga kelib, живой wine qilib berishinglar nechi pul deb yoshibdi. Ular o'tirishadi, hatto wine qo'yasizlar keyin. Toshkentda bo'lsangiz 5000 qilib beramiz, agarda viloyatlarda bo'lsangiz 10000 ga tushadi. Gostinitsa o'zingiz qilib berishingiz kerak, yeb ichish o'zingizdan. Biz boramiz, sizga wine ko'rsatamiz, ketamiz. 1 minut bo'ladi wine. Ha, 1 minutlik, undan ko'p bo'lmaydi. O'tib ketib qolsa-chi, ular peredaplata qilishmi? Peredaplata bo'ladi, ha. Pedap nechmi? O'ziga qarabdi, necha sekund o'tib ketganiga. Endi kelishamiz, bo'ldi, sen aralashma. Siz kelisha olasiz. Mana, aka, komandaga qo'shilsam bo'ladimi? Sizlar O'z komandaga qo'shilib qoldingmi? Menimcha bor-ku. Har kuni biz bilan yuraveradi, kamerasini ko'tarib, tayoqchasi bor-ku. Tayoqchani ko'tarib, og'zimizga tiqib yuraveradi. Xullas, aka, rahmat kattakon, 20 ta xeytga. Bitta o'zingdan bitta xeyt qo'shib yubor, ikkita qilib o'rgansan bitta anaqani. Xo'p. O'zingdan qo'shib yubor, ichingni gaplarni gapirib, xafa bo'lmayman. Xo'p. Aka, sizni yaxshi ko'raman. Shunaqa podдержкада turganingiz uchun, polniy nima desam, telefon qilsam, xo'p deyishingiz uchun, mana kelib berganingiz uchun, meni izzatimni qilib kelganingiz uchun aka, rahmat. O'sha gap ko'tarilib ketsam, esimdan chiqmaysizlar aka. Ko'tarsam yo'sizlar-da, bo'ldi. Ko'tarilib ketsam, blokka tiqib qo'yasizlar. Men savob qilish uchun keldim, oldinga ro'zada. Ro'za yaxshi ro'zada qilsan. Chaqirib ol qolganlarni ham ro'zada. Savobga kelishadi. Aka, rahmat kattakon. Bizani xayrlashmaga fikringiz aka? Zo'r ko'rsatib o'qigansizlar. YouTube'ga bu? YouTube'ga. Yo'q, yaqinda uylanaman. Da? Qimillab qopti-da. Ish kerak. Sen kelasizmi aka? Xudo xolisa boramiz. Kelasiz, ko'jaro berasiz. Nima berasiz? Men to'yingizga ham chaqirmagansiz aka. To'yimda tanimaganman, Mana peshkom chiqsam bo'lardi, albatta bo'lgan. Hozirga ketasizmi? Yo'q. Qaynonamnikiga boraman. Oyijonim, Sizga nasib qilsin aka. Sizga nasib qilsin.
Jay kirib ketmagin uylangandan keyin. Me'yorda ushlab yur. Uyliga ham. Uzukni qo'lingga taqib yurmagin har doim. Ha, yo taqmayman. To'yimga nima qilib berasiz? Valika aytdilar. Seryozni aytdilar. Kuxni mebel qilib beraman dedilar. O'rtoqlarni olib beraman. Kuxniga men. Yo'q, o'rtoqlarim $500 beryapti. Rahmat Prodan $500 beryapti. Rahmat Prod. Agar sizlarga mana shunaqa professional montajlar kerak bo'lsa, video operatorskiy odamlar o'shani kerak bo'lsa, ko'rgansizlar, serialimizni ko'rgansizlar, 24 soatlarni ko'rgansizlar, mana Ahror aka bilan, Abdi aka bilan olgan narsamizni ko'rgansizlar. Shuni hammasini orqasida Rahmat Prod turibdi. Agar sizlar Rahmat Prodga rahmat. ana sizlar treka oladi odamsiz mana. Xullas, sizlarga mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol Rahmat Prodga murojaat qilishingiz mumkin. Ishimizni deyarli hammasini Rahmat Prod qilib beradi. Serialimizni ham, hozirgi otgan serialimizni ham hammasini Rahmat Prod qilib beradi. Videosini ham, montajini ham. Biz nimaga beryapmiz o'zi rostdan hazilsiz. Buni harakati bor. Rostdan harakat nimadirlar qilib yuradi. Professional yondashuv qilib, mana bunaqa svetlarni qo'yib, uncha-munchasi qilgisi keladi, lekin harakat bo'lmaydi. Bunda harakati bo'lgani uchun ham biz podдержкадamiz har doim. O'shaning uchun ham komandaga qo'shishdi mani. Yo'q, hali qo'shishmadik. Nechi pul? Давайте. Bo'pti, keyingi ko'rsatuvga kimni chaqiramiz, aytingmi? Yunkani chaqiramiz. Bo'ladi. Yunkapani chaqiramiz keyingi ko'rsatuvda. Yunkapa tayyormisiz? Xeytlarga. Ko'rishganda, Ko'rishguncha Mr. Otabek TV kanalida. Xayr. ustalik qilamiz. Yo'q, akiki. Давай.